Xulosasi aytgan nimamiz shu, sentr mana shu bo'ladi, mana shu yerga reza ochtirib oladi. Hop. Shunday bo'lsa, shu yerga reza ochtirib olinsa, bu kranchidan ushlab turaveradi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Bu yo'qligini hisobiga ham ikkita kuch kelib turib, bu ham hozir hisoblasam 80 kilo yonida narsada bu. Kamida 80 kilo, bo'lmasam 90 kilo emas. Ko'rinishidan kichkinaga o'xshaydi, lekin ichidagi temir sxemalarni nimalari ko'p uchun shkif shunga o'xshagan narsalari. Shuni hisobiga bu o'ta og'ir. Shuni hisobiga bu ikkita shpilkada turishcha xavfliroq, shuni hisobiga buni qo'yildi. O'zi aslida ham 3 ta bo'lgan, prosta mashina avariya bo'lganda birinchi uchirtda kuch keladi emas, shpilkalar sinib yulib olgan taylari. Shuni hisobiga buni boshqatdan to'ldirib reza ochildi.